butun dunyoga mashhur bo'lgan MMA tashkilotlari ichidagi qiroli hisoblangan UFC o'z tarixida birinchi marotaba o'zbekistonlik jangchi bilan shartnoma imzoladi. 29 yoshdagi Mahmud Murodov yaqin o'tmishda Rossiyaning Tomsk shahrida qurilish ishlarida ishlab yurardi. Taqdiri uni Yevropani boshqa mamlakatiga jo'natdi va hozirda uning Instagramida 500 milliondan oshiq obunachilari, yana UFC bilan tuzgan shartnomasi va Chexiya fuqaroligi. Eng muhimi bo'lsa, Floyd Mayweather tomonidan dunyoning eng zo'r MMA jangchisi deb e'tirof etilishi edi. Lekin hammasi bunchalik zo'r boshlanmagandi. Videoni boshlashdan oldin shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, videomizga like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Murodov 1990-yili O'zbekistonda oddiy ishchilar oilasida dunyoga kelgan. Mahmud og'ir sharoitlari sabab bor yo'g'i 17 yoshida Rossiyaning Tomsk shahriga pul topish maqsadida ketadi. Chunki otasi kasal edi. Dadasi avariyaga uchraganidan keyin davolatish maqsadida Tomsk shahrida hech qanday hujjatlarsiz qora ishlarni qilib yuradi. O'zini aytishiga qaraganda, o'sha vaqtlarda bir oyga o'rtacha 4000 rubldan ishlagan. U shunday qiyin sharoitda 4 yilini o'tkazadi va shundan keyin Chexiyaga yo'l oladi. Aynan o'sha safari sabab uni MMA karyerasi boshlangan. Faqat undan oldin o'z qiyinchiliklarini Mahmud aytib berar ekan, agar Rolton yeganimiz kuni xursand bo'lardik. Chunki u anchagina arzon edi. Agar bir qatiq yoki boshqa yaxshiroq narsalar sotib olgan kunimiz biz uchun o'sha kun xuddi bayram singari o'tardi, deb eslaydi Murodov o'zini 10 yil oldingi o'tmishini. Men do'konga kirardim, yegani narsa sotib olardim va o'sha joyni o'zida yeb qo'yardim. Chunki borib, o'tirib, yeydigan va yotadigan joyim o'sha vaqtlarda yo'q edi. Hatto bir kuni politsiyachilar qo'liga tushib qoldim. O'shanda o'zim nima uchun bu yerga keldim deb rosa afsuslanganman. Albatta, anchagina pulim yo'qotgandim. 1 yil o'tib, o'qish uchun viza to'g'irlatib oldim va shundan keyin pastamoychilik qildim. Pollarni yuvdim, ofitsiantlik qildim va stroykalarda ishladim. Faqat qurilish ishlarida meni ko'p aldadilar va pullarimni bermadilar. Shundan keyin Petroknezhdagi sport zalga bordim va bir marta mashg'ulotlar o'tkazish narxi qancha turadi deb so'radim. Narxi bo'lsa, men to'lay olmaydigan 10 yevro ekan. Meni kechirasiz, bu pulni to'lay olmayman deb ketayotgan. Zalning egasi Pyotr menga qaradi va kel, tekinga mashg'ulotlar o'tkazishing mumkin dedi. Mana o'sha kundan beri men bu zalda bekorga mashg'ulotlar o'tkazmoqdaman. Aynan Pyotr Murodovga yordam berib, tungi klublarda qo'riqchilik qilish ishlarini topib beradi. Va Murodov bir kuniga 80 yevrodan pul topa oladigan darajaga yetadi. Shundan keyin Mahmudga MMA da o'zini ko'rsatish uchun imkoniyatlar bo'ladi. Agar uni rekordiga nazar soladigan bo'lsak, 2013-yili 4 ta g'alaba va 4 ta mag'lubiyatga uchraydi. Shunday ritmni u 3 yil davomida ko'rsatib keladi va o'z qo'riqchilik agentligini ochishga ham ulguradi. Shu tariqa Mahmud jangovar sport turi bo'yicha Chexiyada asta-sekinlik bilan mashhurlikka erishib boraveradi. Mahmud Murodov hozircha birinchi va yagona Floyd Mayweather bilan hamkorlikda ishlayotgan MMA jangchisi hisoblanadi. Biz birinchi marotaba Floyd bilan Chexiyada tanishganmiz. O'sha kuni u boks kechasiga tashrif buyurgandi. O'shanda uni o'zi menga qo'lini zo'r ishora qilib ko'rsatgandi va shundan keyin uni menejeri va qo'riqchilar yonimga keldi. Ular mendan janglarimni ko'rsatishimni so'rashdi. Janglarimni ko'rgan Mayweather bundan hayron qolgandi. Yaqin 2 oy oldin Floyd Mayweather Murodovni butun dunyoga mashhur qilib yubordi. Ya'ni Floyd Murodovni jangini videosini o'zining Instagram sahifasiga yukladi va tagiga dunyoning eng zo'r MMA jangchisi deb izoh yozib qoldirdi. Mahmud Murodov 7 yillik karyerasi davomida 23 marotaba g'alabaga erishgan
va 6 marotaba mag'lubiyatga uchragan. Va eng muhimi, Mahmud UFC'ni boshqa jangchilariga qaraganda 1 yil ichida ko'proq janglar o'tkazadi. Bunga misol, bu yilni o'zida 3 ta jangini o'tkazdi va yana yil oxirigacha kamida bitta jang o'tkazadi. Murodov o'zini ko'pgina g'alabalarini texnik nokautlar hisobida g'alabaga erishgan. Faqat u dribling usullarida biroz zaif hisoblanadi. Chunki uni barcha mag'lubiyatlari deyarli taslim etish uslubida yuzaga kelgan. Murodov 2017-yili aprel oyigacha o'zini 10 ta jangida qatorasiga g'alabaga erishgan va uni janglariga Chexiya mamlakatida o'rtacha 17 mingdan oshiq insonlar kela boshlagan. Albatta, UFC'da muvaffaqiyatlarga erisha oladimi? Buni vaqtlar ko'rsatadi. Eng asosiysi bo'lsa, 17-sentyabr kuni UFC tashkiloti bilan shartnoma imzoladi va bu shartnomadan 10 kun o'tib Kopengagendagi turnirda ishtirok etdi. Odatda Murodov oktagonga chiqishidan oldin O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib chiqadi. Faqat UFC'dagi debyut jangida ham O'zbekiston, ham Chexiya bayrog'ini yuqoriga ko'tardi. Albatta, bu degani o'zbekligini unutgani yo'q va O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga doim ko'taradi. Va ayni zamonda o'zini bu darajaga yetishiga sababchi bo'lgan mamlakatni ham unutmasligi kerak. Shu sababdan Murodov 2 bayroqni birdan yelkasida ko'tarib yurdi. O'zini UFC'dagi debyut jangida italiyalik Alessio Di Chirico ustidan barcha hakamlarning qaroriga ko'ra g'alaba qozondi. Mana bizning O'zbekistonimizda tug'ilgan va O'rta Osiyoda birinchi UFC'ga qo'shilgan Mahmud Murodovning hikoyasi shundan iborat edi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizning kanalimizga obuna bo'ling va shu tarzdagi videolarni kuzatishda davom eting. Doimo sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha